eng yaqin do'st odamga kim? Alloh subhanahu va taolo. Ol senimli do'st. Ne bir do'stlarni ko'rganmiz, basına qiyinchilik tushgan vaqtida tasdan qochib ketib qolgan do'stlarni ko'rganmiz. Qaltangda aqshang bo'lsa, astında mashinang bo'lsa, ko'ringan do'st bo'lib ketaveradi. Biroq shinoy do'st qanday bo'ladi? Albatta mo'minlar ag'a-ini deb qo'ydi. Ag'a-ini qanday bo'ladi? O'zingning anangda bir yerga tashlab ketalasizmi? Jarga iterish beralasizmi? O'zingning anangdan ko'zini shuqoya olasizmi? O'zingning anangning ko'zini shopsalasizmi? Mana mo'minlar qanday bo'lishi kerak ekanligi joyida Alloh subhanahu va taolo innamal mu'minuna ikhwatun, albatta mo'minlar bular ag'a-ini deb qo'yibdi.